Kirgiston davlati haqida ko'pchilik bilmaydigan qiziqarli ma'lumotlar. Qirg'iziston dunyodagi eng tog'li davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakat hududining katta qismi baland tog'lar bilan qoplangan va ko'plab joylari hali ham odamlar kam borgan hududlar hisoblanadi. Qirg'iz xalqining eng mashhur meroslaridan biri bu Manas dostoni. Bu doston dunyodagi eng uzun epik asarlardan biri bo'lib, uni aytib beradigan odamlar manashchi deb ataladi. Qirg'izistonda juda ko'p ko'chmanchi an'analar saqlanib qolgan. Ba'zi oilalar yoz faslida tog'larga ko'chib, yurta deb ataladigan ko'chma uyda yashashadi. Issiqko'l ko'li dunyodagi eng katta tog' ko'llaridan biri bo'lib, qishda ham muzlamasligi bilan mashhur. Shu sababli uning nomi issiq ko'l degan ma'noni anglatadi. Qirg'izistonda burgut bilan ov qilish qadimiy an'ana hisoblanadi. Maxsus ovchilar katta burgutlarni o'rgatib, ular yordamida Qirg'izistonda ayrim joylarda odamlar hali ham an'anaviy kigiz gilamlarni qo'l bilan tayyorlashadi. Bu gilamlar sovuq tog' iqlimida juda foydali hisoblanadi. Sarichelik Biosphere Reserve Qirg'izistondagi eng chiroyli tabiiy hududlardan biri bo'lib, u yerda noyob o'simlik va hayvon turlari yashaydi. Qirg'iziston tog'larida juda ko'p yashirin ko'llar mavjud. Ba'zi ko'llarga yetib borish uchun bir necha kun piyoda yurishga to'g'ri keladi. Qirg'izlar orasida qadimdan qomus deb ataladigan 3 torli milliy musiqa asbobi mashhur bo'lgan. Bu asbob bilan epik qo'shiqlar va tarixiy hikoyalar kuylanadi. Qirg'iziston tog'larida juda ko'p yashirin g'orlar bor. Ba'zi g'orlar hali to'liq o'rganilmagan va ularning ichida qadimiy izlar topilgan. Ala-Archa National Park Qirg'izistonning eng mashhur tabiiy hududlaridan biri bo'lib, bu yerda juda baland muzlik. Qirg'iz xalqida bolaga ism qo'yish juda muhim marosim hisoblanadi. Ba'zan ism bolaning tug'ilgan joyi, ob-havo yoki o'sha kundagi voqeaga qarab tanlanadi. Qirg'iziston tog'larida yoz faslida ham qor saqlanib turadigan joylar bor. Shu sababli mamlakatda tog' sportlari uchun juda yaxshi sharoit mavjud. Songkol Lake ko'li baland tog'lar orasida joylashgan va yoz oylarida ko'chmanchi chorvadorlar shu yerda yashashadi. Qirg'iz xalqining milliy ichimliklaridan biri qimiz hisoblanadi. Bu ichimlik o't sutidan tayyorlanadi va qadimdan sog'liq uchun foydali deb hisoblangan. Qirg'izistonda ba'zi qadimiy qabristonlarda toshdan yasalgan baland haykallar mavjud. Bu haykallar qadimgi turkiy qabilalarining izlari deb hisoblanadi. Bishkek shahri Qirg'iziston poytaxti bo'lsa ham, uning atrofida juda ko'p tog'lar va tabiiy manzaralar joylashgan. Qirg'iz xalqida qadimdan oq rang poklik va hurmat ramzi hisoblangan. Shu sababli ko'plab marosimlarda oq Qirg'iziston tog'larida juda ko'p yovvoyi otlar uchraydi. Ba'zi joylarda ular deyarli odamlar aralashuvisiz erkin yashaydi. Burana Tower qadimiy minorasi bir vaqtlar Buyuk Ipak yo'li bo'yidagi muhim shaharlardan birining qoldig'i hisoblanadi. Hozir u Qirg'iziston tarixining muhim belgilaridan biridir. Qirg'iz xalqining qadimiy e'tiqodlariga ko'ra, tog'lar muqaddas joy hisoblangan. Shu sababli ko'plab tog'lar bilan bog'liq afsona va rivoyatlar mavjud. Qirg'izistonda ayrim tog' yaylovlarida yoz faslida qo'shmanchi festivallar o'tkaziladi. Bu festivallarda an'anaviy sport, musiqa va milliy taomlar namoyish qilinadi. Kashrabat qadimiy tosh karvonsaroyi tog'lar orasida joylashgan bo'lib, u qadimda savdogarlar dam oladigan joy bo'lgan. Qirg'iz ayollari tarixan juda mohir hunarmand bo'lishgan. Ular qo'l bilan tikilgan naqshli kiyimlar va bezaklar tayyorlash bilan mashhur. Qirg'iz xalqining milliy o'yini ko'k boru juda mashhur. Bu o'yin ot ustida o'ynaladi va juda shiddatli sport hisoblanadi. Qirg'iziston tabiati juda boy bo'lib, tog'larda qor barslari yashaydi. Bu noyob hayvon mamlakat ramzlaridan biri hisoblanadi. Qirg'iz xalqining qadimiy an'analaridan biri bu otga juda katta hurmat bilan qarashdir. Tarixda qirg'izlar otni nafaqat transport, balki eng yaqin do'st deb bilishgan. Qirg'izistonda juda qadimiy tosh rasmlar mavjud. Tog'larda topilgan bu petrogliflarda qadimgi odamlarning ov, hayvonlar va marosimlari tasvirlangan. Tian Shan tog'lari Qirg'iziston hududining katta qismini egallaydi. Bu tog'larning nomi Xitoy tilida osmon tog'lari degan ma'noni anglatadi. Qirg'izlar orasida mehmonni juda hurmat qilish odati bor. Mehmon uyga kelsa, unga eng yaxshi ovqat va eng yaxshi joy berish aniq. Videoga like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Rahmat!